Tak, millionlab obunachisi bor blogerda hayotini, haqiqiy hayotini sizlarga ko'rsataman. Mana birinchisi sochimga baho berasizlar. Qachon oxirgi marta yuvganim esimda-yu. Ko'pchilik yillarda tushunchalar bo'yicha deyarli 2 millionga yaqin obunachisi bor. Amerikada try hard edi va shu bunaqa luxury hayotda yashasa kerak deydiganlar uchun mana special for you haqiqatni ko'rsataman. Mana meni kecha olgan ovqatim bugun yeyapman, sababi vaqtim bo'lgani yo'q. Men karamiga baho beringlar. Atalar bo'lib ketgan. Bu yerdagi hidda bekor telefon sizlarga yetkazib bormaydi. Men tirnog'iga ham baho beringlar. Mana bu narsa alohida tema, mana sok. Nimani soki Xudo biladi, bu ham lekin takoy ishtaha ochar. Hamma yoqqa barmog'imni tiqishim shart. Lekin bularni yeb bo'lganimdan keyin men tezroq mana uni yeyman deb o'tiribman. Mehr beruvchi vositalar menga men qaranglar. Aynan keti. Xudo xolasa niyat qilib qo'yganman. O'zbekistonga borsam kreditga bitamti BMW M8 mi M5 mi bitamti gelik olib qo'yib men erishdim deb video qilaman. Bu videoyimning mazmuni nima? Akalar, opalar, meni ko'rib turgan insonlar, sizlarda hayotinglar juda ham zo'r. Har taraflama, men ko'rib turgan narsalarga ishonmanglar, noshukur bo'lmanglar. Mana men sizlarga yaqqol misol Amerikadagi 2 million obunachisiga ega inson sifatida gapiryapman.